O'zbekistondan nima uchun chiqib ketdim men? Bir kino ko'rdim men. Kinoni nomi bilmayman bir bola. Kinoda jalab o'sha joy miyamga urib qolgan. Qiz tug'ildi deb farzandini olib kelgan paytdan musorga otyor degan. O'sha joy miyamga urib qo'ygan jalab. Shularga kirib chiqqan. Anov bilan jalab o'ynayapman, onasiga istasa qilyapti. Onasini itarayapti. Men bilmaganman uni onasi degan. Ittasi kuni ulangan paytda miyam zamikat qilyapti jalab. Kim edi kechak ayol deyapti. Kim edi kechak ayol deyapti. Palonchi ayol edi deyapti. Onamidi deyapti. Dedim, onangga shunday qilingmi deyapman. Senga o'xshagan qizim bo'lsa naql musorga tashlab o'raman dedim. Gapirgan gapim bitta shu naql. Birovni qizini so'kmadim, birovni ayolini so'kmadim, bir shaxsda so'kmadim onasini endi. Butun dunyosi yopishdi bilyapti. Shunday yopishdi omiga siska bilan o'zimni qo'yarga yer sharida joy topolmadim. Butun dunyo menga yopishdi onasini endi. Butun masjidda chatda turgan 2000 ta odam o'tirgan bo'lsa 2000 odam meni so'kdi. 10 ta o'tirgan bo'lsa 10 ga ham meni so'kdi. Tushunmadi. O'ylashdiki, pantavatsa onasini endi. Odamlar noto'g'ri fikrlashib ketishdi onasini endi. Ana shunda men chiqib ketdim. Nol bo'lib chiqib ketdim. Butun yiqqan umrimdagi boyligim, butun yiqqan O'zbekistondagi narsalarim, uy-joyim, biznesim, kerak bo'lsa obro'yim, kerak bo'lsa shuhratim, kerak bo'lsa hamma narsamni shunday tayladim. Nol bo'ldim. Kistamda $200 pul bilan O'zbekistondan chiqib ketdim. Shunday chiqib ketdim O'zbekistondan. Ey Alloh o'zing qo'lla dedim, tamom. Buyuk bo'lsam buyuk bo'ldim, kam bo'lmadim. Rahmat, Iskandar tog'a rahmat. Zo'r bo'lib ketgan bo'lsam zo'r bo'lib ketdim, kam bo'lmadim. Yana darsga borishga ketyapman. Yo'limda davom etyapman. To'xtab qolayotganim yo'q. To'xtamayman hech qachon. Haqqim yo'q meni to'xtatishga. Meni to'xtatishga haqqim yo'q. Meni marralarim, meni miyamda fikrlarim, meni qilaman degan ishlarim o'tayam ko'p. O'tayam. To'xtashga meni haqqim yo'q. Darsga borishga ketaveraman. Men bilan ketgan insonlar qayergacha borsam o'sha yoqqacha qarab boradi. Mendan tushib qolib ketgan insonlar orqaga qarab ketaveradi. Chunki kundan kunga o'saman, hech qachon kamaymayman, hech qachon qaytmayman orqaga. Xarakterim mana shunday men. Men shunday insonman.